Men hech kim bilan do'st bo'lmayman. Meni do'stim yo'q. Do'st qidirmayman ham, kerak emas ham. Bilasizmi nimaga? Hayotda inson qancha haligi jarlikka tushsa, do'stidan haligi pand yesa, do'st ham aslida dushmanning turi, dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri, chunki qo'lidadir ko'nglingning siri deydi. Men hech qachon ishonib tamom bo'lganman. Shundan keyin hech kim menga do'st emas. Hammaga do'st, ulfat bo'lgan inson bilinglarki, aslida hech kimga do'st bo'lmaydi. Ular o'zini manfaat uchun yashaydi.